Assalomu alaykum. Hurmatli pensionerlar, pensiya yoshidagi ota-onalarimiz va ularning farzandlari. Bugungi ma'lumot juda muhim, chunki u 15 iyuldan keyin pensiya olayotgan deyarli har bir odamga ta'sir qilishi mumkin. Men bugun sizga oddiy, tushunarli tilda tushuntirib beraman. Nimalar o'zgaradi? Kimlar xavotir olishi kerak? Kimlar esa vahimaga tushmasligi kerak? Eng asosiysi, pensiyangiz kechikmasligi. To'xtab qolmasligi yoki ortiqcha ushlab qo'linmasligi uchun hozirdaanoq nima qilish kerak? Agar siz pensiyani bank kartasiga olsangiz, naqd pul qilib olsangiz, ishonchnoma orqali farzandingiz yoki qarindoshingiz olib bersa, yoki pensiyadan tashqari ishlayotgan bo'lsangiz, bu video siz uchun ayniqsa muhim. Iltimos, hoziroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va oxirigacha ko'ring. Chunki bitta kichik xato ham odamning pensiya to'lovi kechikishiga, qayta tekshiruvga tushishiga yoki ortiqcha to'langan pulni qaytarish talab qilinishiga olib kelishi mumkin. Avval vaziyat qanday edi? Ko'p pensionerlar yillar davomida pensiyasini odatdagi tartibda olib kelgan. Kimdir bank kartasiga, kimdir naqd chaqilda, kimdir esa ishonchnoma orqali farzandi yoki qo'shnisi yordamida olgan. Ko'pchilik bir marta hujjat topshirgandan keyin endi hammasi avtomatik davom etadi deb o'ylaydi. Haqiqatan ham ko'p hollarda pensiya har oy tushib turgan. Odamlar faqat pul kelmaganini tekshirgan. Xolos. Lekin 15 iyuldan keyin muammo shundaki, pensiya to'lovlari bo'yicha nazorat, ma'lumotlarni solishtirish va hujjatlarning dolzarbligini tekshirish yanada kuchayishi mumkin. Bu nimani anglatadi? Bu shuni anglatadiki, davlat organlari, pensiya jamg'armasi, banklar va boshqa idoralar orasidagi ma'lumotlar bir-biri bilan solishtiriladi. Masalan, odam haqiqatda tirikmi? Yashash manzili o'zgarmaganmi? Ishonchnoma muddati tugamaganmi? Nogironlik guruhi bo'yicha hujjat muddati o'tmaganmi? Pensioner ishga kirganmi? Chet elga uzoq muddatga chiqib ketganmi? Hisobida qarzdorlik yoki ijro hujjati bormi? Shular tekshiriladi. Yomon xabar aynan shunda. Berilmagan. Agar sizning ma'lumotlaringizda nomuvofiqlik bo'lsa, pensiya vaqtincha kechikishi, to'lov tekshiruvga tushishi, ayrim holatlarda ortiqcha to'langan summa qayta hisoblanishi mumkin. Men buni odamlarni qo'rqitish uchun aytmayapman. Aksincha, vaqtida ogohlantirish uchun aytyapman. Chunki pensionerlar ko'pincha idoralarga borib yurishga qiynaladi. Navbat kutish og'ir, hujjat yig'ish mushkul. Agar bugun tayyorlanib olinsa, ertaga asab ham, vaqt ham, pul ham tejaladi. Birinchi navbatda kimlar ko'proq e'tiborli bo'lish kerakligini tushuntiraman. Eng ko'p xavf guruhida bu pensiyasini ishonchnoma orqali oldirayotgan pensionerlardir. Masalan, aytmagancha yoshli otaxon yurishi qiyin bo'lgani uchun pensiyasini o'g'liga ishonchnoma orqali oldirib keladi. Ishonchnoma 1 yilga berilgan bo'lishi mumkin. Agar uning muddati 10 iyulda tugagan bo'lsa, lekin oila buni unutgan bo'lsa, 15 iyuldan keyingi to'lovda muammo chiqish ehtimoli bor. Bank yoki mas'ul tashkilot ishonchnoma muddati tugagan deb to'lovni bermasligi mumkin. Oila esa har oy olib kelayotgan edik-ku deb hayron bo'ladi. Mana shunday oddiy ko'rinadigan masala pensionerning pulini kechiktiradi. Ikkinchi xavf guruhi yashash manzili o'zgargan pensionerlar. Masalan, pensioner Toshkent viloyatida ro'yxatda turgan, lekin hozir Qashqadaryoda qizi bilan yashayapti. Agar hujjatlarda eski manzil turibdi, bank kartasi bir joyda ochilgan, pensiya jamg'armasidagi ma'lumot boshqa joyda bo'lsa, tizimda savollar paydo bo'lishi mumkin. Ayniqsa, pensioner uzoq muddat o'z hududidagi bo'limga murojaat qilmagan bo'lsa, tekshiruvga chaqirilishi ehtimoli bor. Bu pensiya butunlay bekor bo'ladi degani emas, lekin ma'lumotni aniqlashtiring degan talab chiqishi mumkin. Uchinchi guruh nogironlik pensiyasi yoki nogironlik nafaqasi olayotganlar. Bu yerda hujjat muddati juda muhim. Ayrim nogironlik guruhlari muddatsiz belgilanadi, ayrimlari esa ma'lum muddatga beriladi. Masalan, odamga 2 guruh nogironlik 1 yilga berilgan bo'lsa va qayta ko'rik sanasi iyul oyiga to'g'ri kelsa, u vaqtida tibbiy ko'rikdan o'tmasa, to'lov to'xtab qolishi yoki kechikishi mumkin. Ko'p odamlar men avvaldan nogironman, yana borishim shartmi deb o'ylaydi. Agar hujjatda muddat bo'lsa, albatta borish kerak. Tizim hujjat muddatini ko'radi, his tuyg'uni emas. 4-chi masala, pensiya olayotgan odam bir vaqtning o'zida ishlayotgan bo'lsa. Bu yerda hamma holatda pensiya to'xtaydi deb tushunmaslik kerak. Ko'p pensionerlar ishlash huquqiga ega. Lekin ayrim turdagi ustamalar, kompensatsiyalar yoki imtiyozlar mehnat faoliyati, daromad turi yoki boshqa shartlarga bog'liq bo'lishi mumkin. Masalan, pensioner 2 million so'm pensiya oladi,
yana qorovul bo'lib ishlaydi va rasmiy ish haqi 27 million so'm. Bu o'z-o'zidan jinoyat ham emas, muammo ham emas. Lekin agar u ishlamaydigan pensioner sifatida qo'shimcha to'lov yoki boshqa turdagi yordam olgan bo'lsa, keyin rasmiy ma'lumotlar solishtirganda qayta hisob-kitob chiqishi mumkin. Natijada sizga falon oyda ortiqcha to'lov bo'lgan deyiladi. 5-masala bank kartasi va hisob raqamlari. Ko'p pensionerlar kartaning muddati tugaganini bilmaydi. Masalan, karta 2025 yil iyun oyigacha amal qilgan. Lekin odam buni sezmagan. Iyul oyida pensiya tushishi kerak bo'lganida bank tizimi kartani faol emas deb ko'rsatishi mumkin. Ba'zan pul hisob raqamga keladi, lekin karta orqali yechib bo'lmaydi. Pensioner esa pensiyam tushmadi deb o'ylaydi. Aslida pul bor, faqat kartani yangilash kerak bo'ladi. Shuning uchun 15 iyuldan oldin yoki shu sandan keyin birinchi ish sifatida kartangizning amal qilish muddatini tekshiring. Keling, real hayotga yaqin misollar bilan tushuntiraman. Birinchi misol, Malika opa 64 yoshda 20 million yangi ming so'm pensiya oladi. U pensiyasini plastik kartaga oladi. Kartasining muddati iyun oyida tugagan. Opa telefon ishlatishni yaxshi bilmaydi. SMS ham kelmaydi. Bank ilovasidan foydalanmaydi. 15 iyuldan keyin pensiya kelmagan deb o'ylaydi. Aslida hisobga pul tushgan bo'lishi mumkin, lekin karta yangilanmagan. Agar Malika opa pasporti yoki ID karta bilan bankka borsa, yangi karta chiqarib beradi. Muammo hal bo'ladi. Lekin u buni bilmasa, bir necha hafta sarson bo'lishi mumkin. Ikkinchi misol, Sobir aka 22 yoshda. U 2 million 300 ming so'm pensiya oladi. O'g'li ishonchnoma orqali pulni olib keladi. Ishonchnoma muddati tugagan. O'g'li bankka borsa, unga hujjat amal qilmaydi deyshadi. Sobir aka esa yotgan odam notariusga bora olmaydi. Bunday holatda notariusni uyga chaqirish imkoniyatini so'rash kerak. Yoki qonuniy vakillik tartibi bo'yicha maslahat olish kerak. Oldindan tekshirilganda bu muammo bir kunda hal bo'lardi. Kech qolinsa pensiya kechikadi. Uchinchi misol, Rahima opa nogironlik bo'yicha nafaqa oladi. Hujjat muddati iyulda tugaydi. U shifokorlar o'zi chaqiradi deb kutadi. Lekin ko'p holatda fuqaroning o'zi poliklinikaga murojaat qilib qayta ko'rik jarayonini boshlash kerak bo'ladi. Agar kechiksa to'lov vaqtincha to'xtab turishi mumkin. Keyin hujjat tiklanganda ayrim hollarda qayta hisob qilinadi. Lekin bu vaqt ichida odam dorisini, oziq-ovqatini qanday oladi? Shuning uchun men doim aytaman, nogironlik hujjatining muddatini kalendarga yozib qo'ying. 4-misol. Akbar aka pensioner, lekin bozorda kichik ish bilan shug'ullanadi. Unga nisbatan ijro hujjati bor. Masalan, aliment, kredit qarzi yoki sud qarori bo'yicha undirish. Pensiya tushganda ma'lum qismi ushlab qolinishi mumkin. Odamlar ko'pincha pensiyam kamayib qoldi, demak hukumat kamaytirdi deb o'ylaydi. Aslida sabab ijro hujjati bo'lishi mumkin. Agar 2 million so'm pensiya oladigan odamdan 400 ming so'm ushlab qolinsa, u darhol pensiya jamg'armasi yoki bankdan tushuntirish so'rashi, majburiy ijro byurosi bilan qarzdorlik holatini aniqlash kerak. Kimlar vahimaga tushmasligi kerak? Agar sizning hujjatlaringiz joyida bo'lsa, kartangiz ishlayotgan bo'lsa, ishonchnoma muddati o'tmagan bo'lsa, yashash manzilingiz va shaxsiy ma'lumotlaringiz to'g'ri bo'lsa, nogironlik yoki boshqa imtiyoz hujjatlari amalda bo'lsa, siz ortiqcha xavotir olmang. Pensiya tizimi ma'lumotlarini tekshirish oddiy jarayon. Muammo faqat hujjatlarda chalkashlik, muddat o'tishi yoki yashirilgan holatlar bo'lsa paydo bo'ladi. Endi eng muhim nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik masala, pensiya kechiksa, bu har doim to'xtatildi degani emas. Ba'zan texnik sabab bo'ladi. Bankdagi o'tkazma kechikadi. Bayram yoki dam olish kunlari ta'sir qiladi. Hududiy ro'yxatlar yangilanadi. Shuning uchun birinchi kuni pul tushmasa, vahima qilib hammani ayblash shart emas. Lekin 2-3 ish kuni ichida pul tushmasa, albatta aniqlashtirish kerak. Ikkinchi nozik masala, pasport yoki ID kartadagi ma'lumot. Agar familiya, ism, tug'ilgan sana, JSHR raqami, ro'yxatdan o'tgan manzil yoki hujjat seriyasi bo'yicha xatolik bo'lsa, tizimda muammo chiqishi mumkin. Masalan, bankda eski pasport ma'lumoti turibdi, pensiya jamg'armasida esa yangi ID karta ma'lumoti. Bu holatda to'lovning o'zi bekor bo'lmasligi mumkin. Lekin identifikatsiya paytida savol tug'iladi. Shuning uchun bankka ham, pensiya jamg'armasiga ham yangi hujjat ma'lumotlarini yangilatish kerak. Uchinchi nozik masala. Chet elda yashayotgan yoki uzoq muddatga chiqib ketgan pensionerlar. Agar
pensioner bir necha oy yoki yillar davomida chet elda bo'lsa, to'lov tartibi, tasdiqlash talablari va hujjatlar bo'yicha alohida holatlar paydo bo'lishi mumkin. Men ko'p uchrataman. Farzandlar onam Rossiyada. Pensiyasini men kartadan olib turibman deydi. Bu juda ehtiyotkorlik talab qiladigan masala. Chunki karta egasi tiriklik holati, ishonchnoma va qonuniy vakillik masalalari aniq bo'lishi kerak. Agar keyinchalik tekshiruv chiqsa, biz bilmaslik degan gap yordam bermaydi. 4-nozik masala vafot etgan pensionerning pensiyasi. Bu eng og'ir va eng xavfli mavzulardan biri. Ba'zan odam vafot etadi, lekin kartasiga pensiya tushishda davom etadi. Qarindoshlari esa baribir uning puli edi deb yechib oladi. Bu juda katta xato. Vafotdan keyin qonuniy tartib bo'yicha xabar berish, meros dafn puli yoki boshqa to'lovlar alohida rasmiylashtiriladi. Lekin vafot etgan odam nomidan pensiyani yechib yurish keyinchalik o'rtacha to'lovni qaytarish hatto huquqiy javobgarlik masalasiga olib kelishi mumkin. Men buni qat'iy aytaman. Bunday ish qilmang. 5-nozik masala. Ortiqcha to'lov. Ba'zan pensioner aybdor bo'lmasa ham tizim xatosi, hujjat kechikishi yoki ma'lumot vaqtida yangilanmagani sababli ortiqcha pul to'lanadi. Keyin pensiya jamg'armasi sizga falon oylar uchun ortiqcha to'langan deb talab qo'yishi mumkin. Masalan, har oy 300 ming so'mdan ortiqcha to'lov bo'lgan va bu 10 oy davom etgan bo'lsa, jami 3 million so'm chiqadi. Pensioner uchun bu katta pul. Shuning uchun pensiya miqdori birdan oshib ketsa yoki odatdagidan boshqacha summa tushsa, xursand bo'lib sarflab yuboray demang. Avval sababini so'rang. 6-nozik masala. Ijtimoiy nafaqalar va pensiyani adashtirish. Ko'p odamlar pensiya, nafaqa, moddiy yordam, kompensatsiya, subsidiyani bitta narsa deb o'ylaydi. Aslida ularning shartlari har xil. Bir to'lov davom etsa, boshqasi to'xtashi mumkin. Masalan, yoshga doir pensiya olayotgan odam yana boshqa turdagi yordamga ariza topshiradi. Uy xo'jaligi daromadi, oila tarkibi yoki mulk holati tekshiriladi. Agar ma'lumot noto'g'ri berilgan bo'lsa, yordam rad etilishi yoki keyin qaytarilishi talab qilinishi mumkin. 7-nozik masala telefon firibgarlari. 15 iyuldan keyin o'zgarishlar, tekshiruvlar, pensiya, karta, kompensatsiya kabi mavzular atrofida firibgarlar faollashadi. Ular qo'ng'iroq qilib, pensiyangiz to'xtab qolmasligi uchun kodni ayting. 15 iyuldan yangi ro'yxatdan o'tkazamiz. Kartangizga qo'shimcha pul tushiramiz deyishi mumkin. Hech qachon SMS kodni, karta raqamini, amal qilish muddatini, saviy kodni, bank ilovasi parolini hech kimga aytmang. Pensiya jamg'armasi ham. Bank ham sizdan telefon orqali maxfiy kod so'ramaydi. Agar kimdir shunday so'rasa, bilingki, bu firibgarlik. Endi aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, pensiya hujjatlaringizni tekshiring. Uyda alohida papka qiling. U yerga ID karta yoki pasport nusxasi, pensiya guvohnomasi bo'lsa, uning nusxasi, nogironlik hujjatlari, bank kartasi ma'lumotlari, ishonchnoma nusxasi, yashash manzili bo'yicha hujjatlar. Agar bo'lsa, sud yoki ijro hujjatlari bo'yicha ma'lumotlarni joylang. Hujjatlar tarqoq bo'lsa, muammo chiqqanda odam bir kunni faqat qidirishga sarflaydi. Ikkinchi qadam, bank kartangizni tekshiring. Kartaning amal qilish muddati qachongacha? SMS xabarnoma ulanganmi? Telefon raqami o'zingiznikimi yoki eski raqammi? Ba'zan pensionerning kartasiga farzandining raqami ulangan bo'ladi. Keyin farzand raqamini almashtiradi. Xabar kelmaydi. Bankka boring yoki ishonchli farzandingiz bilan tekshirtiring. Agar karta muddati tugayotgan bo'lsa, oldindan yangilang. 3-qadam, ishonchnomani tekshiring. Agar pensiyani siz uchun boshqa odam olayotgan bo'lsa, ishonchnoma muddati, unda yozilgan vakolatlar, pasport ma'lumotlari to'g'riligini ko'ring. Ishonchnomada faqat hujjat topshirish yozilgan bo'lsa, bankdan pul olishga yetmasligi mumkin. Unda pensiya yoki bank mablag'larini olish vakolati aniq ko'rsatilgani ma'qul. Muddati tugashiga 10-15 kun qolganda yangisini rasmiylashtiring. 4-qadam. Pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilishdan qo'rqmang. Agar pensiya kechiksa yoki summa o'zgarsa, avval hududingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga boring. O'zingiz bilan ID karta yoki pasport, bank karta ma'lumotlari, pensiya bilan bog'liq hujjatlarni oling. U yerda mening pensiya to'lovim nima sababdan kechikdi? Summada o'zgarish bormi? Menga nisbatan qayta hisob-kitob bormi deb yozma yoki og'zaki tushuntirish so'rang. Iloji bo'lsa, murojaat raqamini olib qo'ying. 5-qadam, bankdan alohida ma'lumot oling. Ba'zan muammo pensiya jamg'armasida emas, bankda bo'ladi. Bankka borib, pensiya hisob raqamim faolmi?
Karta bloklanmaganmi? Mablag' kelib tushganmi? Ushlab qolish bo'lganmi deb so'rang. Agar ushlab qolish bo'lsa, bank odatda qaysi asosda ushlab qolinganini ko'rsatishi mumkin. Keyin shu asos bo'yicha tegishli idoraga borasiz. 6-qadam. Ijro qarzdorligini tekshiring. Agar pensiyangizdan pul kamayib tursa, darhol majburiy ijro byurosi bo'yicha qarzdorlik bor yo'qligini aniqlang. Kredit, aliment, kommunal qarz, sud qarori, jarima bo'lishi mumkin. Qarzdorlik bo'lsa, uning summasi qaysi hujjat asosida undirilayotgani va qancha ushlab qolinishi kerakligini bilib oling. Agar noqonuniy yoki ortiqcha ushlab qolish deb hisoblasangiz, yozma shikoyat qiling. 7-qadam. Nogironlik yoki tibbiy hujjat muddati bo'lsa, poliklinikaga oldindan boring. Qayta ko'rik jarayoni bir kunda bitmasligi mumkin. Tahlillar, shifokor xulosalari, komissiya, yo'llanma kerak bo'ladi. Shuning uchun muddati tugashini kutmang. Kamida bir oy oldin harakat boshlang. Agar o'zingiz bora olmasangiz, oilaviy shifokor, mahalla yoki ijtimoiy xodimlardan qanday tartib borligini so'rang. 8-qadam. Barcha murojaatlarni yozma iz qoldirib qiling. Og'zaki gap bugun bor, ertaga yo'q. Agar sizga keyin keling, muammo yo'q, o'zi tushadi desa, lekin pensiya tushmayotgan bo'lsa ariza yozing. Arizada familiya, ism, otangizning ismi, jassashir, manzil, telefon raqam, muammo mazmuni va talabingizni aniq yozing. Masalan, 2025-yil iyul oyi uchun pensiya to'lovim kelib tushmadi. Sababini tushuntirib berishingizni va to'lov holatini tekshirishingizni so'rayman. Ariza nusxasiga qabul qilingan sanani qo'ydirib oling. 9-qadam. Farzandlar e'tiborli bo'lsin. Ko'p pensionerlar hujjat ishlarini tushunmaydi. Telefon ilovasini ishlatmaydi. Navbatda tura olmaydi. Agar ota-onangiz pensiya olsa, ularning kartasi, hujjati, ishonchnomasi, manzili, telefon raqami to'g'riligini tekshirib bering. Bu faqat pul masalasi emas. Bu ota-onaga g'amxo'rlik masalasi. 1 soat vaqt ajratsangiz, keyin bir oy sarson bo'lishning oldini olasiz. 10-qadam. Mish-mishlarga ishonmang. 1-iyuldan hammaning pensiyasi kamayadi. Hamma qaytadan ro'yxatdan o'tmasa pensiya berilmaydi. Falon kodni yuborsangiz qo'shimcha pul tushadi degan gaplar tarqalishi mumkin. Har bir xabarni rasmiy manbadan tekshiring. Mahalla pensiya jamg'armasi, bank, yagona portal yoki rasmiy telefonlar orqali aniqlashtiring. Qo'shni aytdi, Telegramda yozishdi, bozorda eshitdim degan gap bilan harakat qilmang. Yana bir muhim maslahat, pensiya miqdorini har oy yozib boring. Oddiy daftar tuting. Qaysi sanada qancha tushdi, qancha yechildi, qancha ushlab qolindi yozing. Masalan, iyun 2,5 ming so'm tushdi. Iyul 1,1 ming so'm tushdi. Farq bo'lsa, sababini qidirasiz. Bu daftar keyin idoraga borganda sizga dalil bo'ladi. Ayniqsa yoshi katta odamlar uchun bu juda foydali. Agar sizga ortiqcha to'lov bo'yicha talab kelgan bo'lsa, darhol hammasini tan olib pul to'lab yuborishga shoshilmang. Avval hisob-kitobni so'rang. Qaysi oylar uchun, qaysi asosda, qancha summa, nima sababdan ortiqcha hisoblangan? Agar xatolik bo'lsa, e'tiroz yozing. Agar haqiqatan ortiqcha to'langan bo'lsa, uni birdan to'lash qiyin bo'lsa, bo'lib to'lash tartibi bor yo'qligini so'rang. Pensioner uchun 3,4 million so'm birdan katta yuk bo'lishi mumkin. Shuning uchun qonuniy yo'l bilan yengillashtirish imkoniyatlarini aniqlash kerak. Agar pensiyangiz umuman to'xtab qolsa, quyidagi tartibda harakat qiling. Avval bankdan hisob holatini tekshiring. Keyin pensiya jamg'armasiga boring. Keyin sabab hujjat, manzil, ishonchnoma, nogironlik muddati yoki ijro qarzi bilan bog'liqmi? Aniqlang. Sabab topilgach, kerakli hujjatni to'ldiring yoki yangilang. Agar sizningcha to'xtatish noqonuniy bo'lsa, yuqori turuvchi organga yoki tegishli tartibda shikoyat qiling. Eng yomoni uyda o'tirib o'zi hal bo'lar deb kutish. Ko'p masalalar faqat murojaatdan keyin harakatga tushadi. Hurmatli tomoshabinlar, 15-iyuldan keyingi eng yomon xabar shuki, pensiya tizimida hujjatlar, ma'lumotlar, kartalar, ishonchnomalar va to'lov asoslari bo'yicha e'tibor yanada muhim bo'ladi. Hujjatida muammo bo'lmagan odam ortiqcha qo'rqmasin. Lekin kartasi muddati tugagan, ishonchnomasi eskirgan, manzili o'zgargan, nogironlik hujjati muddati yaqinlashgan, ijro qarzdorligi bor yoki pensiyasini boshqa odam olib berayotganlar albatta tekshiruvdan o'tkazsin. Men sizga ekspert sifatida eng oddiy va eng foydali tavsiyani beraman. Hujjatlaringizni bugun tekshiring. Bank kartangizni bugun tekshiring. Pensiya summangizni yozib boring va muammo bo'lsa, yozma murojaat qiling.
Shunda pensiyangiz kechikishi, kamayishi yoki ortiqcha asab bo'lishining oldini olasiz. Sizda pensiya bo'yicha qanday muammo bo'lgan? Iyul oyida to'lov kechikdimi? Summa o'zgardimi? Kartada muammo chiqdimi? Kommentariyada yozib qoldiring. Men keyingi videolarda eng ko'p uchrayotgan savollarga alohida javob beraman. Videoni foydali deb bilsangiz, like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga albatta obuna bo'ling. Chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilgan odam o'z pensiyasini, huquqini va tinchligini himoya qila oladi.